Va nihoyat uyimga qaytib keldim. Birinchi oydinlarda uyga tushdi. Esinglarda bo'lsa, oldingi videolarda ko'rsatgandim. Bu o'sha o'zimizniki parvarish qilayotgan bodring ancha katta bo'lib qolib, kuniga 3 ta 4 tadan hosil beryapti ekan. Bozorda bodring bilan o'zingiz yetishtirgan bodringda mazasida ham ancha farqi bo'lar ekan. Shu kalasga man bor bo'lsin, gilamlarimni hammasini tepaga olib chiqishimga ancha yordam berdi. Birinchi hamma joyda supurib sidirib, ishlarini olib, tozalab oldim. Uyimizga yangi egadorlar paydo bo'layotganligi uchun uyimizni shunday yashayotgan holatimizda tashlab chiqib ketgan edik. Oradan 20 kunda ichida uyimizni qadri shunaqangi bilindi. 3-4 kun onamnikida, 3-4 kun oyijonlarnikida bo'lib, shu kunga ham yetib keldik. Remontlarda yangilamabsizlarda uylar eski ekan deb meni xafa qilishga urinmanglar. Xudo xohlasa Alloh dastimizga bersa, uylarimizni ham chiroyli qilib, yevro remontlar qilib olib, yashashlik nasib qilsin. Pollarni artib, bir qator kinlarim yo'q. Bugungi ishimni ham tugatib oldim. Davomi qiziq bo'lsa, obuna bo'lib qo'yishni unutmang.